Agar bir hafta davomida faqat go'sht yeydigan bo'lsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar ro'y beradi? 7-kun bilaman, aniq bilmaysiz nima bo'lishini. Birinchi kun o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz, chunki organizmingizda juda ham katta miqdorda oqsil kiradi va sizga bu kuch, g'ayrat olib keladi. Ikkinchi kun tanada uglevod va shirinliklarga nisbatan ehtiyoj oshganini sezasiz. Lekin ishoning, bu sabrga loyiq jarayon. Uchinchi kun siz ketoz holatiga kirasiz, ya'ni energiyani organizm shakardan emas, balki yog'lardan olishni boshlaydi. Bu esa ozish jarayonini tezlashtiradi. 4-kun esa shamollashlaringiz kamayadi, diqqatingiz oshadi, fikrlaringiz ravshanlasha boshlaydi va bo'g'imlaringizdagi og'riqlar kamayayotganini his qilasiz. 5-kun esa organizmingiz go'shtdagi barcha kerakli ozuqa moddalarini o'zlashtira boshlaydi va yeyotgan har bir luqmangiz siz uchun manfaat keltira boshlaydi. 6-kun esa tanangizning haqiqiy salohiyatini seza boshlaysiz va bu usulni oldinroq boshlamaganingizga afsuslanasiz. Va 7-kun cho'ntagingizda pulingiz tugaganini his qilasiz va eski holatingizga qaytishga majbur bo'lasiz. Bu videoni kimga yuborsangiz, o'sha inson sizga go'sht olib berishi kerak. Agar sog'lig'ingiz uchun har doim kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.